Hadislardagi o'ri turib suv ichishdan to'sgan rivoyatlar. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma uningga so'zlab berib dediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ussizliqqa zamzam suvi bersam, uni o'ri turib ichib. Asim dediki, buni Ikramaga desam, Ikrama Rasululloh ashu chaqda tugining ustida edi deb qasam qildi. Sahihayndan. O'ri turib suv ichishni cheklagan mazmunda Imom Muslim Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ri turib suv ichishdan to'sgan degandek sahih hadislar kelganidek ruxsat qilgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'ri turib suv ichganligi haqida sahih hadislar kelgan. Masalan, Imom Buxoriy ichimliklar bo'limi o'ri turib suv ichish babida Ali radhiyallohu anhu Kufadagi masjidning saynasiga kelib o'ri turib ichdi. Andin ba'zi kishilar o'ri turib suv ichishni yomon ko'radi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xuddi sizlar mening qilganimni ko'rganinglardek qilganligini ko'rganman degan. Sahoba va tabiinlarmi bu vaqtda makruh yoki joiz degan ikki qarashda bo'lgan. Ba'zi ulamolar bu hadisni oldingi o'ri turib suv ichishni cheklagan hadislarni amaldan qoldirg'uvchi deb qaraydi. Ba'zi olimlar bu hadislar qarama-qarshi emas. Odatda o'ltirib ichish kerak. Zaruriyat ehtiyoj bo'lsa o'ri turib ichsimi bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zamzam quduqi yoniga kelganda o'ri turib ichdi. Chunki u qistonchilikda o'ltirib ichish qiyin edi deb qaraydi. Imom Navaviy qatorliq olimlar aytgandek, cheklagan hadislarni zaruriyat ehtiyoj bo'lmaganida tanzihi makruh, ya'ni saqlanish a'lo deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'ri turib suv ichganligi haqidagi hadislarni joizligini bayon qilish uchun deb tushunish eng munosibdir. Imom Tahoviy payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatiga mehribonlikdan tan salomatligiga ziyon yetkazadigan yoki kasallikka sabab bo'ladigan ishlar qatorida o'ri turib suv ichishni cheklagan deb qaragan. Tiyub ulamolarimizdan Imom Ibnul Qayyim bayon qilganidek, o'ri turib suv ichishning turli ziyonlari bor. Biri, o'ri turib suv ichkichining ussizligi to'liq qanmaydi. Suv jigarning a'zolariga tarqatib berish uchun oshqozondami turmaydi. Yana bir tarafdan suv tezlik bilan oshqozonga tushsa, oshqozonni qalaymaqonlashtirib, uning haroratini tuvallatib etishi mumkin. Uning ustiga suv badanga tadrijiy taralmaydi. Bularning hammasi suv ichkichiga ziyonli. Ammo anda-sanda yoki ehtiyoj sababidan ichib qolsa hech qisi yo'q. Odatlanib qolganni buningga qarshi dalil qilish to'g'ri emas. Chunki odatlar ikkinchi tabiat. Uning boshqa hukmlari bor. U fuqahoning nazarida qiyos qilg'ili bo'lmaydigan bir xususiyatdir. Hozirgi zamon tibbiy tadqiqotlarining yakunimi buni ta'kidlasa kerak. Ikrama tabiin bo'lg'achqa u vaqalikni ko'rmagan. Shunga bu uning tushunishi va o'yi. Hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamzam ichgan chaqda to'gi ustida ekanligiga aniq dalil yo'q. Zamzamni o'ri turib ichayotgan degan so'z to'gining ustida o'ri o'ltirganimi, yerda o'ri turganini bildirish ehtimolligi bor so'zdir. Abu Davudning bir rivoyatida Ikrama ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tugisi ustida o'ltirib tavob qilganligini, tavobdan keyin uni cho'ktirib 2 rakat o'qiganligini rivoyat qilgan. Shu orliqda tugisiga qayta minishdan burun zamzam ichgan bo'lishi mumkin. Balki mushundoq yakunlash kerak. Ikrama Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tugisi ustida o'ltirib tavob va sa'iy qilganligiga asoslanibla inkor qilgan. Halbuki tavob bilan sa'iy aloqada yerda turib 2 rakat namoz o'qiganligi aniq isbotlangan. Shunga Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Sha'biy rivoyat qilgandek, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yerda o'ri turib ichganligini ag'dirg'udek paket yo'q. Doktor Abdul Aziz rahmatulloh